Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Biz Pokistonning Panjob shahrisidagi Lahordagi Panjob milliy arxividamiz. Bu dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Olamgirning o'sha davrda yozilgan asl hujjati hisoblanadi. Ochig'i o'ta sharafli mehmonlargagina bu arxivlarni mana shunday qo'lga ushlashga ruxsat berar ekan. Hozir manbashunos olimlarimiz buni o'qib chiqishdi va albatta hozir bu nima haqida ekanligini sizlarga ham ulashamiz. Yana bitta muhr bilan juda noyob hujjat bor, unga ham ruxsat berishdi. Juda ham hayajondamiz. Ochig'i mana hozir mana bu hujjatda nihoyatda noyob bir hujjat turibdi. Bu Jahongir shohni albatta muhri va o'rtaga nima uchun qo'yilganligini ham bugun manbashunos olimlarimiz ta'riflab berdi. Buni ham hozir sizlarga ulashamiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. Laxordagi Panjob arxivida 400 ga yaqin fors tilida Boburiylarga oid arxiv hujjatlari bor ekan. Turkiy tillarda saqlanib qolgani bundan-da ko'p. Temuriylarga oid asl manbalar ham talaygina. Saqlanib qolgan manbalarda Boburiylarning oddiy xalqqa qilgan g'amxo'rliklari aks etgan. Dunyoda manbalarning aslligi bilan ikkinchi o'rinda turadigan ushbu arxivda Boburiylarga oid manbalarning ko'pligi bizni faxrlantirdi. Arxiv xodimlari bizga bu arxivni o'rganishga birinchi marta O'zbekistondan olimlar kelganini ta'kidlashdi va arxiv hujjatlarini bizga namoyish etishdi. Qo'limdagi mana bu farmon. Bu yerda Boburiy podshoh Avrangzeb Olamgir tomonidan Mulla Abdul G'affor ibn Abdul Faysalning o'qishida nima deydi, yordam berish uchun chiqarilgan farmon. Endi bu shaxsni biz izlab ko'rishimiz kerak. Bu shaxs muasir Olamgirida bo'lishi mumkin. Biz uni qidiramiz borganimizdan keyin, lekin tabarruklik shundaki, hozir muzey direktorining aytishiga qaraganda original. Ustiga nima laminatsiya qilingan ekan, original. Endi Avrangzeb podshoh taxtga o'tirgan yili 1658-yil. Endi bu qachon chiqargan, hozir buni keyin balki taglarda bordi. 1658-1707-yillarda Avrangzeb taxtda o'tirgan, salkam 50 yil davomida. Har qanday holatda ham bu qo'limizda yonimizdagi hujjat bu, demak 350 yil atrofida chiqib kelyapti. Mana shu qog'oz shungacha yetib kelgan. Mana bu qo'limizdagi qog'oz Shohjahon davrida chiqarilgan hukm, buyruqlardan, farmonlardan biri, ya'niki askariy ismli bir ayolga moddiy yordam berish to'g'risida. Bu yerda Shohjahonning muhri turibdi mana. Endi muhr haqida Boburnomada bir ajoyib bir ma'lumot keltiriladi. Muhrni qayerga qo'yish? Mana hozir bugungi kunda qog'ozlarda qog'ozning oxiriga qo'yasiz, tagiga qo'yasiz. Bu yerda esa yuqoriga, qarang, o'rta qismga qo'yilgan. Bobur mana shu arg'unlar bilan bu voqea bo'ladi 1507-yilda Qaldahorga yurish qilganida. Arg'unlar bilan ularning o'rtasida bir-biriga nisbatan avvalgi yaxshi munosabat bo'ladi. Lekin arg'unlar Boburga yozgan xatda muhrni tagiga qo'ygan bo'ladi. Bugungi kunda tagiga qo'yilyapti. Bu esa o'sha paytda haqorat sanalgan. Ana shuning uchun ham Bobur arg'unlarga qarshi yuradi va Qandahorni keyinchalik undan tortib olgan. Bu muhrning qo'yilishi joyiga o'ziga hurmati bor. Bobur aytadiki, beklarga yozganda yoki yirik beklar kichikroq beklarga yozganda tagiga qo'yar ekan, hurmatsizlik qilib. U arg'unlarning mana shu muhrni nima deydi, Boburga nisbatan hurmatsizlik deymizmi bo'lgani uchun Bobur buni batafsil Boburnomada keltiriladi. Mana buni qarangki, haqiqatan ham mana shu podshohning farmoni edi, mana o'rtada turganiga e'tibor qilamiz. Ya'ni hurmat bilan podshohning farmoni o'rtada turishi kerak. Vaholanki bu bir ayolga moddiy yordam berish to'g'risidagi hujjat edi. Arxivning muzeyida Boburiylarga oid manbalar shu qadar ko'pki, ularni tadqiq etish juda muhim. O'sha davrda musavvirlar tomonidan chizilgan suratlar, inglizlardan omon qolgan osori atiqalar, turli asarlar diqqatimizni tortar, go'yoki o'sha davrga tushib qolgandek o'zimizni his qildik. Akademik Azamat Ziyo manbashunos bo'lgani bois ko'plab manbalarni aslidan o'qib bizga tarjima qilib, Avrangzebning farmonini o'qib berdilar. Avrangzebning farmoni. Shun bemujibi farmoni oliy shoni Hazrat Mavozi deb boshlanyapti mana. Bu o'sha yer bilan bog'liq bo'lgan
soliq olmaslik masalasi. Avlod Hazrat Bobo Farid Shukrganj va G'ulom Muhammad Choudhury Piri Muhammad falan और बुदान अक्सर औकात बुदान व अक्सर औकात ये मसला हाजिर में शुमार कमल का मौसम पर हर रोज सगीर सन मस्तूर मेहरबानी बिस्यार मंदूबुल मबजूल मिफरत yani her roz सगीर सन नजर पर mavzul mifarmud o'sha joyga bularga tabarrukot berilgan narsalar tortiq qilingan mol mulklar haqida ketyapti. Bizni diqqatimizni miniatyura asarlari tortdi. Musavvirlar har bir davrda nafaqat Boburiylar, balki Temuriylarning ham qiyofasini chizishgan ekan. Boburiyshunos olimimiz Botir Ali Yo'ldoshev bizga juda qiziq bir suratni sharhlab, bu surat Amir Temurning surati ekanini aytib qoldi. Olimimizning fikrlarini darrov yozib oldik. Bu suratni ko'rib siz ham hayratlanasiz. Arxivda Boburiylarning ko'plab suratlari saqlanar ekan. Mana bu yerda umuman nafaqat Boburiylar, balki Temuriylar sulolasining ba'zi bir ajoyib suratlari borki, biz bunga faqat nima deymiz, hayron qolasiz. Mana bitta misol keltiramiz. Mana qarang, mana shu rasm hozir direktor bu vaqtda ham so'zlab berdilar, qisqagina chizilgan qog'ozi va boshqasini. Endi Amir Temurni rasmiyat e'tibor qilamiz. Gerasimov chizgan rasmni ikkalasi solishtirganingizda bu suratda Amir Temur yuzidan nur yog'ilib turibdi, olim sifatida ko'rinib turibdi. Ya'ni ki sho'ra davrida ataylab uni bir zolim, yuzidan qahr yog'ilib turganini ko'rsatgan bo'lsa, mana bu shu o'ziyoq bizga nima deydi, bobomizga bo'lgan mana shu bu yerdagi mahalliy aholining hurmati deb hisoblayman. Bu bitta misol. Endi mana bu yerga qarasangiz hozir mana Amir Temurning farzandi nima uchun aynan bu yerda bittagina Mironshohning surati bor degan savol ham tug'iladi. Endi bular biz kelishimizga tayyorlangan, bu ko'rinib turibdi. Mironshoh kimki? Zahiriddin Muhammad Boburning bobokaloni edi. Bobur Mironshohiy Temuriyzoda, bilasizmi? Mana endi o'shadan nima qarab ketganimizda bir nechta Boburiyzodalarning bu yerda rasmini ko'rasiz. Bu Rafa'ud Darajat qisqa muddat hukmronlik qilganda, bular so'nggi Boburlar hisoblanadi. Bu 3 oyga yaqin hukmronlik qilgan xolos. Bu Muizziddin Jahondarshoh, bu ham qisqa muddat hukmronlik qilganlardan. Bahodir Shoh avval podshoh. Ya'ni bu Aurangzebdan keyin taxtga o'tirgan 7-Boburiy podshoh sanaladi. Bu taxtga o'tirganda 60 yoshdan oshgan, qisqa muddat hukmronlik qilgan. Ya'ni 1707-1712-yilda 5 yil hukmronlik qilgan ekan. Kam muddat hukmronlik qilgan hukmdorlardan biri. Bu endi Shahobiddin Jahonshoh bo'ladi. Bu ham qisqa muddat hukmronlik qilgan hukmdorlardan. Endi uzoqroq hukmronlik qilganlardan bittasi mana Nuriddin Jahongir podshoh. Jahongir nomli asar yozgan va 22 yil davomida hukmronlik qilgan. 1605-yildan 1627-yilgacha hukmronlik qilgan podshoh. Bu yerda endi Abu Nosiruddin Akbar podshoh. Akbar podshoh bu Jahongirning otasi bo'ladi. Humoyun podshoh vafot etgandan so'ng taxtga o'tiradi. Butun Hindistonni egallagan aslida mana shu juda katta xizmati bo'lgan shaxs sanaladi. Taxtga o'tiradi 1556-yili. Hali bu yosh bola edi, 14 yoshda bo'lsa, vafot etganda 1605-yil. Salkam 50 yil hukmronlik qilib, umuman Hindistonni haqiqiy tom ma'noda Boburlar imperiyasini yaratgan inson shu shaxs sanaladi. G'arbga dengiz yo'lini ochgan, sharqqa dengiz yo'lini ochgan, to Hindistonning Gondwana daryosiga, Dekan pastliklarga bo'lgan hududlar Akbar podshoh davrida Boburlar davlat tarkibiga kiritilgan. Muhammad Shoh Olam podshoh bu ham qisqa muddat hukmronlik qilgan hukmdorlardan biri. Mana shu qisqacha bo'lsa, mana shu rasmlar saqlab kelganiga bularga rahmat aytishimiz kerak. Mana bugun biz Panjob arxividamiz. Dunyodagi eng katta arxivlardan biri va Janubiy Osiyodagi eng katta arxiv degan mana direktori Saida xonim o'zlari aytdilar va tarix instituti bilan birgalikda ilmiy hamkorlik qilish kelishib oldik. Biz ularni O'zbekistonga taklif qildik. Bizda ham juda katta arxiv bor. Ular bilan ham hamkorlik qilishlari kerak. Va hozir mana shu do'stligimiz ramzi va ishimiz yaxshi boshlansin degan ma'noda shu O'zbekistondan olgan sovg'amiz bor, uni topshiramiz.
Arxivda Boburiylar davriga oid iqtisodiy islohotlar mavzusidagi hujjatlar ham saqlanib qolgan. Vaqt hujjatlarida yer masalalariga oid qozilarning muhrlari bosilgan, o'sha davrdagi mol-mulklarning Alloh mulkiga aylantirilgani bayon etilgan. Vaqf qilingan mulk sotilmagan, aksincha, keyingi avlodga o'tib, bu mulk Alloh yo'lida xalq manfaati uchun ishlagan. Masalan, olingan foyda talabalarga stipendiya qilib berilgan. Bu arxiv haqida oldin eshitganmiz, juda ham katta arxiv, mana aytilgandek, eng uzoq, eng tarixiy fondlari 1615-1620-yillar hujjatlardan boshlanadi. Bu o'sha Jahongir podsho davridan, keyin bu yog'i oxirgacha Boburiylar, keyin Sinxila davri, keyin o'sha kolonial ingliz mustamlakasi davriga oid hujjatlar yig'ilgan. Eng qizig'i, shu Boburiylarga oid iqtisodiy masalalar, yer mulkchilik, yer suv masalalari yoritilgan hujjatlar juda ham ko'p fors tilidagi bu arxivda. Bu biz uchun demak katta bir manba bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchisi, bu 19-asrda bu Sinxlar hamda ingliz koloniyasi davrida O'rta Osiyo xonliklari bilan juda ham qizg'in savdo ketgan. Mana shu 300 dan ortiq fors tilidagi o'zi, ingliz tilidan tashqari, urdu tilidan tashqari fors tilidagi o'zi hujjatlarning o'zi 300 dan ortiq faqat o'sha savdo hujjatlari hisoblanadi. O'sha jamg'armaning nomi ham Trade with Central Asia deb qo'ygan, ya'ni O'rta Osiyo bilan savdo aloqalariga oid hujjat jamg'armasi. Va bu biz uchun, tariximiz uchun demak ochilmagan qirra, ochilmagan manbalardan biri desak bo'ladi. Arxiv muzeyini aylanib yurarkanmiz, arxiv rahbari Saida xonim bizga juda qiziq bir suratni namoyish etdi. Surat asl bo'lib, unda Temur 1402-yil deb yozilgan. Arxivda saqlanayotgan tangalar ham e'tiborimizdan chetda qolmadi. Bu Amir Temurning asl miniatyura rasmi. Unda Timur 1402-yil deb yozilgan. Uni Morgan ismli musavvir chizgan. Bu yerda tangalar biz uchun eng muhimi Boburiylar davriga oid. Akbar davridagi tanga bo'lsa, Shohjahon davridagi bu Allahabodda zarb etilgan, Jahongir paytidagi tanga bu Muso va tepada Aurangzeb davridagi tanga. Undan keyin Ranjit Singh, Bahlulodi tangasi, Alauddin Xilji, G'iyosiddin Balban, Bahlulodi va ingliz lordlari Edward, William, Victoria, Ahmad Shoh Durranining tangasi ham bor ekan. Panjob arxividagi uchrashuvimiz maroqli o'tdi. Olimlar bilan birgalikda ko'pgina asl hujjatlar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ularni tadqiq etish biz uchun muhim ekanini anglab yetdik. Hamkorlikni kelishib oldik. Endilikda pokistonlik olimlar bizdagi arxiv hujjatlarini, bizning olimlar esa ulardagi arxiv manbalarini tadqiq etishadi. Bu borada albatta bizga Pokistondagi elchixonamiz yaqindan ko'mak beradi. Bugun mana Toshkentdan kelgan nufuzli delegatsiya a'zolari bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti direktori boshchiligidagi delegatsiya bilan Panjob arxiviga kelib turibmiz. Bu biz uchun juda katta bir sharaf. O'zbekiston Respublikasining Islomobodda joylashgan elchixonasi tashabbusi bilan Muslim instituti bilan birgalikda bu tashrif va bu anjuman amalga oshirildi. Men o'ylaymanki, bu birinchi qadam. Lekin nasib qilsa albatta bu ishlarimiz hali davom etadi va mana bu yerda Panjob arxivida saqlanayotgan butun qo'lyozmalarni o'rganib, janob Azamat Ziyo aytganlaridek, ulardan chiqadigan bir ilmiy nurni bizni vatandoshlarimizga, O'zbekiston xalqiga ham yetkazishga men o'ylaymanki, elchixona ham, tarix instituti ham Panjob arxivi bilan birgalikda nasib qilsa albatta shu ishlarni amalga oshiramiz. Har bir avlod o'tmish ajdodlarni oldida javobgar. Biz O'zbekiston tarixiy aytganda Turan, Turkistonni farzandlarimiz. Menimcha juda ko'p yillardan beri Boburni vatani Turkistondan kelgan ilk mehmonlar biz bo'lsak kerak. Bunga sababchi Islomoboddagi Muslim instituti va O'zbekistonni Islomoboddagi elchixonasi.
Lekin eng katta sababchi Alloh taolo bizni bu yerga ajdodlarimizning ruhi boshlab keldi. Va biz o'zimizni ajdodlarimiz, ular yaratgan merosni o'rganish, saqlashga otlangan odamlarimiz. Men O'zbekistondagi tarix institutining direktoriman va O'zbekistonni, Turon, Turkistonni, Afg'onistonni, Pokistonni tarixini bizning institutimiz o'rganadi. Va ishonchim komilki, Pokiston tarixchilari ham tarixiy tadqiqot olib borayotganlarida Pokistondan tashqari Turkiston, O'zbekistonni ham tarixini o'rganadilar. Chunki bizning tariximiz bir, bizning bugunimiz bir, bizning ertamiz ham bir. Va biz bu tarixni o'rganayotganda O'zbekistonda ham juda katta arxiv bor. Biz ular bilan juda ham yaqin hamkorlik qilamiz. U yerda bizning xodimlarimiz arxiv hujjatlarini uzluksiz o'rganib boradilar. Va bugundan boshlab agarda siz ruxsat bersangiz, biz hamkorlarimiz sirasiga Panjob arxivini ham qo'shamiz. Sizni va xodimlaringizni o'zingiz istagan paytingizda Toshkentga kelib, u arxiv bilan tanishib, bizni institutimiz bilan tanishib, Samarqand, Buxoro, Xivalarini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingizni men taklif qilaman. Mening bir fikrim bor. O'zbekistonda 150 mingta qo'lyozma asar, maqtutot bor. O'z arxivda 10 million jild arxiv to'plami bor. Agar olimlar ularni o'rgansalar, ular boylikka aylanadi. Agar o'rganmasalar, ular quruq qog'oz bo'lib qolaveradi. Shuning uchun ham mening taklifim O'zbek Pokiston tarixchilari, arxivchilar birlashib, ham O'zbekistondagi arxiv hujjatlarini, ham Panjobdagi, umuman Pokistondagi arxiv hujjatlarini, qo'lyozma asarlarni birgalikda o'rganaylik va bugungi avlodga bizni bobolarimizning merosini yetkazaylik. Pokistondagi safarimiz biz uchun tariximizning yangi sahifalarini ochishimizda manfaatli bo'ldi. Endi ikki mamlakat olimlari tarixdagi yangi sahifalarni birgalikda ochishadi. Xalqlarni birlashtiradi va Boburiy bobolarimiz meros qoldirgan ilm va ma'rifatni yanada yuksaklikka ko'taradi. Biz esa keyingi dasturlarimizda ularning ilmiy yutuqlarini siz aziz teletomoshabinlarga namoyish etib boramiz. Qadrli teletomoshabinlar, ochig'i Lahordan olam taassurotlar bilan ketyapmiz. Bu yerning har bir ko'chasida Boburiylarni albatta ishtirokini ko'rasiz va tarix ana shu davrdan so'zlab turadi. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda sizga bundanda qiziqroq ma'lumotlarni beramiz va shu o'rinda manbashunos olimlarimizga va bizni ekspeditsiyamizning rahbari, albatta senatorimiz Azamat Ziyoga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bizni telekanaldan uzoqlashmang. Xayr, omon bo'ling.